bu bolaning videosini bitta ko'ring. Shunaqa ham video tayyorlaydi. Ko'pchilikni qiziqtirgan Haval Julio avtomobilini boshlang'ich to'lov tartiblari haqida gaplashib chiqamiz. Boshlang'ich to'lov tan narxidan 10% to'lov qilib, bitta pasportingizga hech qanday rasmiy daromadsiz, ya'ni 50 million so'm bilan Nasiya savdo tartibida lizing orqali xarid qilish imkoniyatiga egasizlar. Yoki bo'lmasa avtokredit asosida tan narxidan 25% to'lov qilib, 75 million so'm bilan bitta pasportga hech qanday rasmiy daromadsiz xarid qilish imkoniyatiga ham egasiz. Yoki bo'lmasa o'z narxini bo'lib to'lash, foizlarsiz desangiz, buni ham iloji bor. Tan narxidan atiga 30% to'lov qilib, 90 million so'm bilan sizlar bitta pasportingizga hech qanday rasmiy daromadsiz 4 yilgacha, ya'ni boshlang'ich to'lovingizga qarab 4 yil muddatgacha xarid qilish imkoniyatiga ham egasiz. Bundan tashqari ushbu avtomobilga 5 yil yoki 150 ming kilometrgacha bo'lgan rasmiy kafolatga ham ega. Bizning manzil Namangan shahar Yangi bozor Promzonaning yo'lida. Bunaqa imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Eng qulay bo'lgan shartlarda faqat biz chiqazib bera olamiz siz uchun.